Ergash aka, yangi daftarcha qanday rasmlari bilan? O'zing yangi daftar tutib oldingmi? Sizga qulayroq bo'lsin dedim-da. Xo'p, nima yozay? Shu daftarni yozing, buni ham sizdan oldim, orqa tarafdan. Daftarni ham mendan oldingmi? Jonga tegdi qarzlaring, katta bo'lasan. Ergash aka, menga ham zarilmi? Har kuni sizdan sarg'ayib qarz so'rash. O'zimga emas, jiyaningizga so'ramoqchi edim. Ha, jiyanga bo'lsa mayli gapir. Kasha yozing. Kasha yozdim. Aroq yozing. Aroq, endi aroq jiyanga bo'lmasa kerak. Badaniga surtamiz, issig'i chiqyapti aka. Xo'p, keyinchi? Sho'rbodring ham yozing. Shu sho'rbodringni hozir. Bo'ldi, semichka yozing bo'ldi aka. Onangni bir xotinim bilan urushib qoldim. Nimaga? Bitta televizor bo'lsa, bir kishi serial ko'raman deydi, bir kishi futbol ko'raman deydi. Futbolni menikiga chiqib ko'rsa ham bo'ladi-ku. Uyalaman-da, endi xotinim senikiga chiqib futbol ko'rmaydi-yu. Xotining futbol ko'radi. Qanday, darmaydi? Ana sher keldi. Ha, Choponingni berib tur, kechki uchrashuvmi? bo'ldi, muammo yo'q, jo'ra. Voy, mana shu choponni kim o'ylagan bo'lsa ham-chi, zo'r o'ylab topgan-da. Bironta kattaroq ishda ishlaydigan o'ylab topgan-da. Orqani yopib yurish kerak-ku. Shitni oldi bekor turibmiz-da. Nimaga? Bizda ham video chiqib ketmasin. Ko'rdinglarmi? Messi 6 yil degandan Camp Nouga uyga qaytib ketdi. Sindoshim Nargizga o'xshaganda. U ham har ikkunda uyga qaytib keladi. Kecha molda ichibsiz, ichkilik yaxshi emas oshnalar. Lekin yaxshi emas, ichkilik yaxshi emas. Achchiq ekan-a, yutumi ham boshqacha, yo'qmi? Senga ham bildimi? Ha, undan oldin olib kelganing zo'r edi. Endi ashundan olib kelaman. Bo'l, o'shanda olib kel. Bu yangilikni qaranglar. Andijon viloyati Marhamat tumanida Tristar kompaniyasining asoschisi bor ekan, Shohruh Abdusamiy degan aka. Shu biznesmen aka 2 xonali uyni shunday berib yuboryapti ekan. Shohruh Abdusamiy Instagram profiliga podpiska bo'lasan. 29-noyabr kuni Marhamat tuman shaxmat maktabi yonida katta konsert bo'ladi. Mana shu konsertda podpiska bo'lganlar arasidan 7 kishi, konsertga kelganlarning ichidan 3 kishi, общий 10 kishi tanlanib, ichidan bittasiga uyni ber ekan. Qolganlarga ham boshqa sovg'alar ham ko'p ekan. Yulduzli mehmonlarga qara, Malika Ravshanova, bu mening onam va Izzat Shukurov kelar ekan. 29-noyabr Marhamatga ketdik. Ketdik, men yozib qo'yaman, boshqa g'iybat olmaymiz. Ana komi bor-ku, kecha-kechqurun Lasitida keldi. Bugun trekerda ketdi u. Onasini ham sen bo'ldi-da. Erkak kishimiz har kuni g'iybatmi? Shoh chiqardim g'iybat qilaverib. Qudratlarni qara, limonlarni qo'yib qo'yib, biznes do'konlarda big'illatib yotibdi. Bilaman qanday olganini ular, kreditga olgan, orqasidan bankdagilar yugurib yuribdi. Men ham o'ylab yuribman, G'ofir aka bor, bunga kapil bo'lgan ekan, uyga kelib janjal qilib yotdi. Oxiri voy. Bo'lmasa 36, 37, 38, 39, 40. 4000 ga Matischani onasini o'ppaganidan olib ketaman. Ye, o'rtoqlarim. Men qarang, kechagi 10x nima qilding? 10x tarqasiga Malibu Premier yopishtirdim-da, tiqvordim Malibu qilib. Ya assalomu alaykum, hurmatli do'stlarim. Nodir bilan do'st bo'lganim borlaringga shukr. Menga yordamlaring kerak. $4000 naqd pulim bor. Bozorda eng oltin Matizini qarz bo'lmasdan minib chiqib ketay deyapman. Qancha naqd puling bor? $4000. Tintagmisan? Bozorda naqd pul qochgan. $4000 ga 3000 kredit chiqaramiz. Ideal Spark mindirib yuboraman. Qiynalib qolaman 7000 ga. Qiynalmaysan. Men qara, necha puling bor? 7000. Nima mashina olibsan? Spark. Qara, 7000 pulingga shuna $5000 qo'shasan, 12000 bo'ladi. 12000 ga qop-qora Gentra 100% tonirovkalar bilan beraman. Nech pul puling bor? 12000. Nima olmoqchisan? Gentra. 12 ga 8 qo'shamiz, 20 ga. Ideal Premier Malibu mindirib yuboraman. Malibuga qiynalib qolaman, jinnimi? Qiynalmaysan. Malibuda qiynalib yurgan odam ko'rganmisanmi, xursand bo'lib yura. Hozir men 20000 topsam, menga ana shu Premier Senga emas, yaqinlarga, yaqinlarga. Birpas o'zingni qo'shib olasan, oshna. Yandex chiqib uzamanda, to'g'ri. Uzvarasan, oyliging bor, ishing bor. Voy do'st, yaxshi ham do'sting. Nodirdan $3000, $3000 foyda qilibmiz. Qara, mana shu $3000 ga bitta zo'r Matichni olib, o'sha Vikipga chiqaraveramiz. 3000 puling bor. Nima qilasan? Naqd ishlatib 2000 kredit chiqaramiz, Spark olib beraman. Menga o'tmaydi, o'zimizga qilaveramiz. Mashinniklar ushadimmi? Nodir, ko'zingga nima cho'p qilib olding? Senlar Malibu olib bergandan beri ko'zimda cho'p turadi. Kechasi kunduz uxlamasdan Yandex chiqib ham uzalmayapman, bankrot bo'lyapman. Senlar ko'zimga cho'p chiqdingmi? Men senlardek o'yinga. Seni bas. Shantaj qilma, nima uchun shantaj qilasan? Necha pul bilan kelding? 4000 naqd pul bilan kelganman bozorga. Intagida qara, 4000 naqd puling bor ekan. Matiz olmaysanmi, naqd asal? Matizga deb kelganman. Kreditga olmayman. Intag. Akalar yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Sizlar mashina berasizlarmi? Nech pul pulingiz bor? 5000 pulim bor. Nima olmoqsiz? Spark. Sparkni nima qilasiz? 5000 ga 10000 kredit chiqaramiz, trekker zo'rini olamiz. Yuring aka. Aka. Sen tur. Jon aka, ishonmang bularga. Mashinniklarga ishonmang. Ishonmagin do'stingga cho'p chiqadi, ko'zinggacha yuyadi. Mashinniklardan zerikdim. Do'stim o'lgurlar. Isho hoy. Hoy hoy. Isho hoy. Hoy hoy. Dada pul bering. Hoy hoy. Senga erlikka nomzodlarni ona qizim, hammasini bittada chaqirganman. Sen ham meni tashlab ketib qolasanmi? Yig'lamen dada, xolasiz tashlab ketmayman. Qayerga ketmaysan, ketaver, tushundingmi? Aktyorskiy qilib qo'yapman. Kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, qizimga nomzodlar, qayda o'qiysiz? Endi o'qimoqchiman. Qayda ishlaysiz?
Endi ishlamoqchiman. Ye onangni bir. Qayda yashaysiz xatyapti? Qizingizga uylansam shu yerda yashayman. Iya, qizim senga happy lifemi? Sen o'zingni topfa birinchi, tushundingmi? Iya. Ha, o'g'lim jiddiysan, nima ish qilasan o'zing? Qassobman. Yo'q, bu odamlarga go'sht sotmasdan hammasini o'zing yeganmisan deyman. Tushunmadim. Ya kuyovim bo'lsang, sal hazilda ham ko'tar-da. Serios men ham o'zim o'xshamadi. Latta. Ana nur, ana fayzi baraka. Uyga kirib kelganingdan savol javob qilmasdan qizimni senga berib olmoqchiman, peshanangdan. Nima ish qilasan? Men e'ligan generatorda ishlayman. Generator nima u? Generator tok o'chgan paytda sizni tok bilan ta'minlaydigan stanok. Uni 3 kilovatdan 1000-2000 kilovatgacha turlari bor. Bu restoran bo'ladimi, mehmonxona bo'ladimi, hamma yoq tok bilan ta'minlab beradi. Tushundingizmi? 2 yil servisga, 1 yil zavod defektiga garantiyasi bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka bepul o'zim olib kelib o'rnatib beraman. Qayda bor ular? U Andijonda bitta filialimiz bor, Toshkentda ikkita filialimiz bor. Yana to'shda uyingda muammo bo'lmasa ekanda, nevaralardan problema bo'lsa qarada. O'zim xohlasam o'chirib qo'yalaman. To'ylar muborak, dollar kiyom meni. Faqat adajon, ikkalamiz to'ydan keyin yomon yurmaymiz-da ko'chada. Nimaga? Ikkita xunuk ko'rinadi. Paxta tersang toza ter, chanog'ida qolmasin. Qizni bersang kalga ber, uyda umuman to'shdan problema bo'lmasin. Menga qizini bermadi, men sevaydim uni. O'lib qolaydim unga. Nima o'lyapti? Tire onang demgina. Assalomu alaykum, Yandex chaqiruvmidingiz? Uf, atela biznes chaqiruvdim. Chiroyliroq yigit keladimi? Sochi yo'q, chol kelganmi? Ni onangni bir. Sening bu Yandex chachim bilan tortib ketmayman sizni. Voy, uzr akajon, sizdan bitta iltimosim bor edi. Faqat yo'q demang, iltimos. Poddeshka qilib yuboring aka. Poddeshka? Nodir aka, to'yimizga ham ozgina qoldi. O'zingizga qarab chiroyli kiyinib yursangiz bo'lmaydimi? Babnik. To'yimiz? Bular necha pul ekan? Qarang, bizning Brand Rose do'konimizda hozir aksiya qilganmiz. Barcha tovarlar 99 ming so'mdan. Kimga olmoqchi edingiz o'zi? Sovg'aga olmoqchi edim. Bular necha puldan? Oyoq kiyim, shalvarlarimizdan Luboy 99 ming so'mdan bu skidka 20-oktyabrgacha amal qiladi. Voy, zo'r ekan shu jonim. To'yimizga shunday kiysangiz yarashar ekan. Bu jenfirlar necha pul ekan? Bular ham aksiyada 99 ming. Shahnoz? Razmer necha buni? O'rtoq, mana shularga men o'zim qaray. Shahnoz kim bu? Bo'laji, erim nima edi? Qanaqasiga ering? Men ikkita ishlab to'yimizga pul yig'ayotgan bo'lsam, sen qilib yurgan ishingni qara. Ko'rdim qanaqa ishlayotganingizni. Kim edi oldingizdagi oyimcha? Sen gapni burma. Bu kim bu? Kal. Onasini emsini aka, bekor gapirsiz, kaldi-chi. Opa ham chaqirib olib, kal deydi, siz ham aka, men Yandexchi bo'lsam, sizlarga aktyormanmi? Ishqiy munosabatlaringni o'zlaring hal qilinglar. Hey, sen ham suzilmasdan lo'ngni bir boqamda 42 ni mashinaga chiqarib qo'yaman, tushundingmi? O'zingni bos, nima deyapsan? Eminni yigitingni biqirlab bakkaga qoch. Oh bila, oy bila. Joningdan haqiqiy rohatimni topdim. Yigitlarni sardori, kelin qizni xaridori. Salom salom, kelin salom, kuyov yigit. Tor uyga tomosha qilib, qayninaga nima bor ekan-a? Qani ilohim. Hamma o'zida o'zi tinmay ko'payishaversin. Men ham ananasim bilan baxtli bo'laveray. Hamma xonasiga tezda. Onangimga issiq suv qaydan yaqilardi? Ha dada, oldinlari issiq suv bilan hech ishingiz bo'lmasdi. Voy o'ldi. Kallang qurg'ur, nechni onang kiryapman deyapti. Chiqmayapti lochinim. Zarra sa jhum lum mein, अरे ना रे ना रे ना, zarra sa ghum lum mein. अरे ना रे ना रे ना. Dadajon, o'g'irlanmagan kelin tugagan bo'lsa chiqarsizlar balki ovqatga. Bo'ldi ona kelinim, maylomda ololmayman-da, rohatay to'g'ri tushuning. Onangimga barbekue burger zo'rda. Lochin parvozga tayyor. Dazmol o'chirmay chiqibman. Yangi kelin dasturxonni yig'ishtirmaydimi? Buni yeganni men tozalab yuramanmi, dadasi? Kerak bo'lsa tozalab berasan, tushundingmi? Kelin bo'lmay yurgur, bir qo'ygan tuzog'ingga men ham chidab yuribman-ku. Nechni onasini topganimda, yetdim deganimda yiqildim, yomon bo'lmasin. Ha, ulug'may yurgur so'ta qo'zi, bitta xotinga gaping o'tmayaptimi? Seniki xotini bizga o'tinmi? Ananasim o'zimda. Yoshsan-da, yoshsan. Voy o'ldi. Endi viloyatliklar Toshkentda kira qila olmas ekanda. Men ham 01 qilaman shekilli. Dada, zumday shotkam eskirib, yangisini olib bering. Ye, bo'ldi dona qizim, siraz yangisini, novinkasini ol. Menga desa, elektrichniy yuvadigan olmaysanmi? Mana
senga beraman. Eskisini nima qilasan? Nima ham qilardim? Socham bo'yab bo'lmaydi-ku, tashlab yuboraman. Ey, yiqilay opa, qoch. Dada, menga ham cho'tka olib beringmi? Bir oydan beri qo'limni yuvaman. Uzilib tushadi yaqinda. Iya, aka-uka degani ham shunchalik urushaverar ekanda. Ona qizim, mana senga novunka cho'tkaga pul. Ulim, endi dadam menga katta e'tibor beryapti deb kibrlanib ketmagin-a. Xo'pmi? Mana senga yangi cho'tka. Bu cho'tkadan qo'lim yaxshi-ku. Dada, men ham shu tovuqdan yeyin. Yomon bir nafsing chukkullagan bola ekansan, ey. Ona qizim, mana shu suyagingni oxirigacha yema. Mana shuni so'rib o'tir. Ha qizim. Ketdim, men pasportimga Bobik deb yozdirib kelaman. Endi bir kun shu ilonni yetaman bor. Saloh, ulum o'lgur Saloh. Nima telefon qilganimda ko'tarmaysan? Dada, bu telefoningiz ilon o'ynashdan boshqanisiga yaramaydi. Batareykasi ham ishib ketgan. Ishib ketgan bo'lsa toshbaqaga qo'y. Hurmatli podpischiklarim, agar oxirgi qo'ygan postim 100 mingta layk yig'adigan bo'lsa, men sizlarga ukamman qiziga cho'qingan videosini ko'rsataman. Uf, dada, yangi telefon olib bering. Ye, ona qizim, yaqinda 15 Pro Max olib berdim-ku. Hozir 16 chiqqan. 16 ning chetida knopkasi ham bor-da, dada. Iya, ertaroq aytmaysanmi, jon qizim? Bitta knopka bilan farq qiladigan bo'lsa, hoziroq olib beraman. Katta farq bor ekan u. Ey, qaychdi menga ham batareyka olinglar. Batareykasi yo'q, telefonda o'ynab o'tiribman. Qani, 16 yoqdimi ona qizim? Yoqdi. Shu onangnimga chirilligini qara. Buni tustoq jimpirda ham olib beraymi? Ey, dada, buni 10 kundan keyin sezon o'tib ketadi-yu. Sezon o'tsa yana olib beraman. 10 kundan keyin yana sezon o'tsa yana olib beraman. Charchamayman men. Dada, bu sal katta-yu. Bu onangnimga qolibday tushganini qara. Yangi kuyov qopsan, o'g'lim. Sizga ham katta, dada. Nima qilibdi? Ota-bola almashib kiyveramiz. Hozirda o'ylama, jon o'g'lim. 10 yildan keyin ham kiyishing kerak bu kiyimni. 10 yildan keyin ham to'ldira olmayman buni. Qillatib qo'yaman, otaga gap qaytaraman. Tushundingmi? Opangdan o'rnak olsang bo'lmaydimi? Nima bersam, "Xo'p, dadajon, rahmat" deb ketadi. Sen bola o'zi erkalanib ketding-da, ash cho'tka buzdi seni. Ona qizim, Opamni o'ldirsam necha yilga qamalar ekan mana?